Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Otish vodisi. Kuz quyosidan qong'ich nur emib, boshqacha go'zallashib ketgan qayroq bo'stonligi xuddi rasid bo'lgan qizdek odamning sovuqini keltiratdi. Qayroq hozirgi ustun otishdagi yurt ismi deb izohatda. Nökerning hamrohligida kelgan Soniz Mirzning bu yerda chedir bargoq tikkiniga hafta bo'lay deb qolgan edi. Qarmoqqa u o'g'illab ko'ngil ichish uchun kelgandek ko'rinadi. Ammo haftadan beri bir qitim mushikarga chiqib boqmadi. Ko'ngilni qayroq to'risi Ibrohimbek yetkazib bergan paxlan, jaran, qirg'ovul go'shtlarida qilingan kaboblarni yeb, yangidan ichitilgan qimizlarni ichish bilan o'tkazib o'tadi. Yab ichidan zeriksa ayvatlik dordog' etigidagi bu qadimiy bo'stonliqni goh otliq, goh piyoda sayli qiladi. Kuzning shapsini berib, yo'pirmoqlari sarg'ayishga boshlagan dal-daraxtlar, texi yig'ishga ulgurmagan ziroatlar, jirolardan etilib chiqib, shildirlab yiqiyotgan buloq suvlari, yonbag'ridagi yop-yeshil yayloqlar, g'amsiz o'tlab yurgan qala qo'y podalari, yilqilar to'pi, cho'ponlarning yiqimliq naqshlaridan suq oladi. Kezi kelganda oq ko'ngil, kuz, ammo to'limi ishchan qayroqliqlar bilan onda-sonda parang selishib qo'yadi. U sayliga chiqqanda yerlik aholini cho'chitib etmaslik uchun 10 necha nökar agashtirib olgan, shularni o'zidan 200-300 qadam orliq qoldirib mengishga buyurgan edi. Shunlashqa qayroqliqlar xushxuy, kichik bel bu amirdan ancha tortinib ketmaydi. Soniz Mirzo shu kunlarda kimnidir taqazzolik bilan kutib o'tadi. Pat-pat taqazzolik bilan dor teg'ining ichkarisidagi noma'lum sirliq tog'ni tashladi. Ko'nglida allanimalarnidir mulohaza qiladi. Xiyolchan ko'zlarida gohi sus kulgi jilva qilsa, gohi hasrat balqitdi, ulug' kichik tanatdi. Keladigan qaraydan o'tib ketdi. Yoki o'zgarib qoldimikin? Qashqarib kelishga ishonch qilamidimikin? Mumkin emas. Ishonch qilamizsa, bildirgan sadoqatimga shubilangan bo'lsa, borman deb maktub avatmas, va'da bermas edi. Rost, tog' yo'llari tuzga o'xshamaydi. Mongmoqmi tas. Yana bir necha kun ta'xir qilay. Kelibmi qolur. Endi Muhammad Haydar Mirzo nemish bilan mashg'ulkin? Yaqin atrofdan dukurlagan ot to'yqining ovozi Soniz Mirzning xiyolini uzib qo'ydi. U xiyoldan bosh ko'tarib, shap chiqqan tarafga qaradi. 7-8 otliq kishi udul uningga qarab kelyotdi. Otliqlarni to'nib chiroyiga sus kulgi yugurdi. Bular qanday xabar ib keldikin? Oliylar bilan uchrasha olganmidi? Otliqlar 50 qadamcha orliq qolganda tizginlarini tortishdida otlardan sakrab tushib, Soniz Mirzning oldiga yugurib keldi. Assalomu alaykum. Amir janoblarga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom, dedi Soniz Mirzo nökarlarining salomini ilik-ilik. Uning ko'zlarida allaqanday bir javobga taqozo bo'layotganligi chiqib turadi. Ma'lum bo'lg'ay, dedi nökar bishi. Yunusxon oliylar kelyotdi. Soniz Mirzo oldirab so'radi. Ular hozir nerda? Biz Yunusxon oliylar bilan Maymuntoshda uchrashgan. Menimcha hozir Titir tavasi keldi ehtimolum. Nimancha asta? Yuk taqlari jiqmi yoki hamrohlarimi? 500 dak nökar bilan kelganda qiladi. Yana bir qancha amirlarmi bor? Uzoq yo'lda ot uloqlari yerib qolgan chig'i. Shu sababdan yo'l olmagan bo'lsa kerak. Biz janoblari xabar yetkazish uchun oldirab yondiq. Soniz Mirzo bir pas o'ylanib turib oldi. Undaqda at osh vaqtigacha yetib kelaligidek. U nökarlarga qarab buyruq qildi. Chapot attinglar, berib orom olsinlar. Nökarlar Soniz Mirzo bilan xo'shlashdi.
Ondan otlarga minib, çedirgahlarga qarab ketişdi. Saniz Mirza'nın vücudunu birdinla hayacanlı xiyallar çırmıp aldı. Yunusxan alilerinin kelgini pek yaxşı boldu. Endi onun bilen 100 tiran mülaqatlı bulup, bundan keyinki işler to'g'riliq keng taşa maslahat qilib oldigan bo'ldi. Avval Yunusxan bilan bir qirag'a kelib olgandan keyin, ondan ini Muhammad Haydar Mirzaga oldirmay tushundirib qoyil qilarman. Balkim u ziyodi kojlashib turib olmas. Ayg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, u Sultan Do'st Muhammad xondan bezor bo'lishga boshlagan o'xshaydi. Ol Talva Sultan onu vaydat tegizmagan bo'lsa-mu, burni qulqig'icha to'yg'izib etganda qiladi. Avatgan maktublardanmi uningdan qattiq umidsizlanganligi chiqib turdi. Aslida Do'st Muhammad xonga uncha sadoqat bildirishning hojati yo'q edi. Yunusxon oliylarmi mushu taxt saltanatning qonunliq mirosxo'ri emasmi? O'z vaqtida jannat makon otam qoidani buzib, uning o'rniga inisi Sultan Isombog'a xon oliylarini taxtga o'ltirg'izmagan bo'lsa, taxtda Yunusxon oliylar o'ltirgan saltanat posibon bo'lgan bo'ladi. Marhum otammi keyingi vaqtlarda og'zidan chiqarmagan bilan ko'p pushaymon edi, hasrat chekdi. Her halda Sultan Isombog'a xon oliylari xiyli insof, adolat bilan yurt so'ragan ekan. Uning o'g'li bo'lmish munobat qiliq Talva Sultanchu odam siyohliq to'ng'iz bo'lib chiqdi. Yeydi, ichidi, o'ynaydi. Salpalli huytusi g'azablanadi, chapadi. Nazarida odam bilan hayvonning farqi yo'q. Ne to'hbikor amir, ne oddiy yo'lliq mahram, ne sadoqatman sarkarning martabasiga rioya qilmaydi. Saltanat avom bilan texmi kori yo'q. Saniz Mirza xiyol surgach bargohga qarab mangdi. Shu topda u Yunusxonni kutib olish uchun qiladigan tayyorliklarni ko'zdan kechirishni ko'ngliga pukdi. Bugun tong quyoshi dartaq etkini boshqacha nurlantirib etdi. Uning jamolidan to'kilayotgan nur ziyo qayroq dalasidagi barliq giyohlarning mag'zini mehri bilan so'yatdi. Bargoh ichi pokiz tozlangan, bargoh darvozasining sirtidan 500 qadam oraliqda selingan qip-qizil poyandoz toki bargohning to'riga tikilgan hashamatlik sarchidirning oldigacha so'zilgan edi. Bekavulbek chediri oldiga isilgan toshlarda toy, mo'zay, qo'y go'shtlari qaynab o'tadi. Kavobdonlarda o'rik o'tinining cho'g'lari yelinjaydi. Qo'za, o'g'loq, qirg'ovul, kakliklarni butun kavob qilish uchun alaydan silingan to'nirlarga o't yiqilgan bo'lib, yulg'un shoxlari gurildab kuyib Ustalar to'g'ralgan jaran, kiyik go'shtlarini ziq tortish, un, tuxum va tam puroq kirgizguchi dori darmaklardan qilingan shirlarda qo'za, o'g'loq, qirg'ovul, kaklik go'shtlarini shirlash bilan halak edi. Qayroq to'rbegi Ibrohim Bey ko'z-ko'zlarda qimiz sharoblarni, tavoq-tavoqlarda qiytiq qaymoqlarni, kajvolab üzüm, shaptul, anar, tag'irlab qo'g'in tavus va allaqandoq ho'l quruq yal yemishlarni tangni-tangnilarda bo'g'irsoq, po'shkal, go'shtnan, qatlama, may to'qash, girdilarni akilib dövlüvetken edi. Allaqachon dumlanib bo'lgan polo qozonlaridan taralgan mazzilik puroq atrofni bir og'an edi. Dartaq etkiga joylashgan qadimiy yurt qayroq bo'lgandan beri buncha hashamatlik, buncha katta ziyofatning tayyorligini ko'rib boqmagan edi. Ayol o'tmay dutar, ravob, tambur, qalun, satar, g'iyjak, nay, nag'ri sunay, dab qatorliq sozlarni ko'tarib olgan 10 necha sozanda yetib keldi. Amir janoblarning ijozatini olmayla yurtimizning bu sozanda mug'annilarini taklif qilib qo'ydim. Aziz mehmonni soz nag'misiz kutib olsak, janoblarning obro'yiga, mehmonning hurmatiga loyiq bo'lmas deb o'yladim, dedi Ibrohim Bek tushuntirib. Janoblarning ko'ngliga maqbul kelamdikin bilmadim. Bular o'rda sozandilarga yetmisimi, qilgan nag'misining o'zgacha payzi bor. Xolimizlar hozirlik qaytirib o'taman. To'lima atrofli o'ylabdilar to'rbegim, dedi Saniz Mirza minnatdor bo'lib.
va bir chetda tortinib qarab turgan sozandilarga qarab yiqimliq kulimsirdi. Orada sozandilar bilan el nag'machilarning orasida albatta farq bor. Har yurtning mug'annilarining o'ziga tushliq fayzi bo'ladi emasmi? Vaqti kelganda karomatinglarni ko'rstinglar. Ajringlar in'omsiz qolmaydi. Әмір жанапларын зеріктіріп қоймай көңліні аша алсақ ин'ам деген шу, dedi sazandilar təvəzzü bilan egilib. Sazandilarni kutib oldi bək başlab ketdi. Kutib oldi bək degini mehmonlarni kutib oldigan bək debdi izohatda. Bir cho'gin choy qaynag'ichilik vaqt o'tganda nökərbeshi oldirab yetib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, Yunusxon oliylar yetib keldi. Nədiraq kelib atıdı. Qayraqqa kirib oldu. Ana o belning o tarafida. Qarısımı ko'rinib atıdı ayna. Nağrı sunaychilarni chaqiringlar. Mehmonlar yaqinlashgan shodiyaniga chalsin. Saniz Mirza gapni tapilab bo'lib bargohdan chiqdi. İbrahim bey qatorliq bir qancha bey to'rilar uningga ergashdi. U Yunusxonni otdan payandozga dastib tushirishni ko'ngliga pukkan edi. Ahiri Yunusxon bilan hamrohlarining qarisi to'liq ko'rindi. Bir to'p otliqlarning oyoq ostidan ko'tarilgan chang to'zon ost-asta havoga ko'tarilib otdi. Poyandozga 10 qadamcha orliq qolganda Yunusxon etining tizginini tortdi-da otdan tushishga tamshaldi. Uningcha Saniz Mirzaning ikki nökeri yugurib berib Yunusxonning etining tizginini qo'liga oldi va yetilab kelib poyandozning levida to'xtatdi. Yunusxon ko'mish uzangiga dasab otdan tushdi. Hayajonlangan Saniz Mirza qo'l bog'lig'inicha salom berdi. Assalomu alaykum, armag'aylar oliylari. Va alaykum assalom, dedi Yunusxon Saniz Mirzaga mehri bilan qarab va qo'luchini kang ichib keldi. Ular quchoqlashib ko'rishdi. Ko'rishgach hol ahvol so'rashdi. Nag'ri sunaylardan yangragan shodiyani kuy sadosi qayraq dolisini chang keltirdi. Saniz Mirza Yunusxon va uning amirlarini sar chedirga boshladi. Boshqa nökarlarni maxsus tikilgan chedirga boshlashdi. "Qani, to'rga marhamat qilsizlar oliylar", dedi Saniz Mirza Yunusxonni to'rdagi alohida raslangan o'ringa taklif qilib. "Kelsizlar, billa o'ltiraylik", dedi Yunusxon. "Yo'qsa, kaminlarni bundoq beadablikka zo'rlamasizlar. Bu o'rin xos oliylar uchun raslangan. Kaminalar pagada o'tirib xizmatlarida bo'lay. Hech bo'lmasa yenimda o'tirsizlar", dedi Yunusxon. "Unda qilmaydiganlar, bu o'rinda men o'tirmayman." Yunusxon shundoq degunicha Saniz Mirzaning qo'lidan tortib akilib o'ng tarafida o'ltirg'izdi. Billa yeb kelgan amirlarni Saniz Mirzaning to'van tarafida o'ltirishga buyurdi. Saniz Mirzaning bag to'rlarimi muvofiq joydan o'rin olishdi. Ondan duoga qo'l ko'tarib Fatiha qilishdi va qaytadan ahvol so'rashdi. Chatdas yigitlar obdovchilabchilarni ko'tarib kelib, mehmonlarning qo'liga suv berdi. Bekavul yigitlarni buyurib, dasturxonga noz-ne'matlarni tizishga boshladi. Sho'rplar, kavoblar, non to'qashlar, halvalar, har xil yal yemishlar bir oydan beri tog' yo'llarida mengib, so'g'uq go'sht, talqon, gohida quruq choy bilan oziqlanib kelgan mehmonlarning obdanli ishtahasini tatgan edi. Oxirida tavoqlarda polo keltirildi. Polodan keyin qimiz ichildi. Pagadan o'rnagan sozandilar barliq mahoratini ko'rsatib, nag'ma qilishga boshladi. Qayraqda boshlangan bu ziyofat uda bir hafta davomlashdi. Saniz Mirza bilan Yunusxon billa ovga chiqishdi. Gohida piyoda sayli qilishdi. Bugun Saniz Mirza bilan Yunusxon sarchidirda yolg'iz o'tirib suhbatga tushdi. "Rostinli Qashqarga bormamdilar oliylari?" so'radi Saniz Mirza. "Eng yaxshisi bu qitim Qashqarga kirmay", dedi Yunusxon. "Bu yilcha Sulton Do'st Muhammadxonni cho'chitib qo'ymaydi. U mening Qashqarga kelganimdan xabar topsa, ehtiyot qilib qoladi. Balkim inalari Muhammad Haydar Mirzami o'sal ahvolga tushib qoladi. Hozircha Do'st Muhammadxon ashunda tomoshasini qilib yuraversin. Maslahatlashganimizdek, kelar yil yozda sarkard lashkarlari bilan to'liq tayyorlik qilib kelay.
Onungacha silimi boshqa amirlar bilan maslahatni ravrush pishirib ag'ashtirsila. Shu chaqda taxtni chiroyliqcha bo'shatsa, u bo'yicha. Bo'shatqilib unimizsa, u bo'yicha ish ko'rarmiz. Eng muhimi, enalar Muhammad Haydar Mirzani qoyil qilish. Ikkilar o'rtasida birlik bo'lmasa, cho'ng ishlarimizga daxli yetadi. Enalar bilan yog'i qilishni silim xolmaydilar haqqichon. Bu deganlar mo'ros, dedi Soniz Mirza o'ylangan holda. Vaqti soat kammigacha muddalarimizni oshkorlamay turganimizmi yaxshi? Kelar yili ko'klam pasligicha inim Muhammad Haydar Mirza bilan 100 tirani so'zlashib ko'ray. Balkim qoyil bo'lib qolar. Gapning rostini desam, bu qitim bu tasarrufga yolg'izligida qadam keltirishim, amir janoblar bilan muloqotda bo'lib, sadoqatni o'z ko'zim bilan ko'rish. Bu qandaqdir yo'llagan maktublardan gumonlanganligim emas. Sadoqat bayon qilib yo'llagan maktublarga o'z vaqtida ishonganman. Shundaqdimi, darqamda tuz yeyishib, to'liq ko'ngil to'xtatib olay dedim. Bu muddaimni to'g'ri tushungaylar. Oldingi navbatlik mag'lubiyat mushundaq ehtiyotchan qilib qo'ydi. Oliylarning ozg'ina navkarlari bilan shuncha yiroqdan kelganlarining o'zila kaminalarga ishonganliklarini isbotlaydi. Shu sababdan o'zimni to'liq baxtiyor sezmoqdaman. Sultan Abu Said Mirza bu yil qish cho'qim Samarqandga qaytib keladi. Ishonchli ma'lumotlarga qaraganda, Sultan Abu Said Mirzaning Arabiston, Iroqqa qilgan lashkariy yurishi xeyli muvaffaqiyatli bo'lgandek. Sizlardan yo'shirmayman. Ilkimda 5000 lashkarim bor. Turkiston, Sayron baglarining navkarlariga tayong'im. Ularning ko'makini qabul qilgim yo'q. Abu Said Mirza oliylaridan oz-to'la lashkariy ko'mak talab qilish xiyolim bor. Bu o'ylaganlarim bo'pti. Qashqarda bizning necha ming navkarimiz bo'lsa-mu, Oqsudagi xon lashkarlariga sal qarashqa bo'lmaydi. Uning ustiga Uchqo'rg'onida, Kucharda yana bir bo'lik xon lashkarlari bor. Har holda hozirligimiz puxta bo'lgani yaxshi. Yunus xon qayroqda yana bir hafta turdi. Sutuq Bug'raxon maqbarasini tavob qildi. Amis ishlar shundoq bo'lsin, dedi u Soniz Mirza bilan xo'shlashib etib. Ko'klam bilan tang barliq sarkard lashkarlarimni taqlab xabarlarni kutaman. Ular bir-biriga ezgu tilaklarini bildirishib xo'shlashdi. Qashqarga qaytib kelgan Soniz Mirza bir tarafdan Xotan, Charchan, Lob, Tarim, Chalish uch amirlarga ishonchli odamlarni avatib muddasini bildirdi. Yana bir tarafdan inisi Muhammad Haydar Mirzaga Yunusxon bilan ko'rishib qilishgan maslahatlarni tafsiliy bayon qilib xat yozdi va uni imkon bor Qashqarga bir kelib ketishga taklif qildi. Har qaysi viloyatlarga avatgan mahramlari uning orqa-orqadan xush xabar olib keldi. Sultan Do'st Muhammad Xondan butunlay ro'y qaytgan bu amirlar Soniz Mirzaning Yunusxonni Mo'g'uliston taxtiga o'ltirg'izish taklifiga ovoz qo'shgan edi. Faqat inisi Muhammad Haydar Mirzadan texcha javob kelmay yotdi. Soniz Mirza inisining bir qarorga kelolmay shiktoyin bo'lib qolganligini fahmladi-da, yana maktub yozishga tutindi. Qadrli inim, yozgan xatimning javobsiz kelayotganligining sababi kamin og'ilariga 5 qo'ldak ayon. Sizlar shu topda qattiq tengirqab qilyotdilar. Garchi istidodsız, talva, zolim xondan qattiq ro'ylar yongan, uni yaxshilik, odillik, fazilatga yetaklashdan umidlari uzilgan bo'lsa-mu, vujudlaridagi sadoqat, vafo silini yanada tirmishib ko'rishga undayotdi. Albatta, sadoqat insonning eng katta fazilatidir. Lekin uni haqiqiy istidod, hikmat, fazilat egisi ko'rsatish kerak. Hayosiz, fazilatsiz xonlik ko'rsatgan sadoqatning qumga suv chashqanchilikmi foydasi bo'lmas. Aqlli kishi buni islohga yo'l qo'ymasligi kerak. Ya'ni so'rur ishni orqaga so'rmaslik. Yaqin sinalgan do'stni ranjitmaslik va ko'rsatgan to'g'ri maslahat taklifini qo'llash. Adolatsiz, badxo'y, qora ko'ngil kishidan har qachon ehtiyot qilish. Hayoliq,
İffetlik hatununu qo'ldan bermaslik. Gunohi kabirlarga yo'l qo'ymaslik. Zolim, xonrazg'a yontayoq bo'lmaslik. Bu ishlarning har qandaqiga sal qaralsa, kishiga pushaymon keltiradi. Balkim sizlar meni va'dasida turmadi deb ranjib qolganlar. Lekin sabrning cheki bo'ladi. Gerçi ikkimiz bir otadan to'ralgan bo'lsak-mu, Alloh egam sizlarni to'limi sabrlik yaratgan ekan. Shundoq, sabr qilish yigitlik, ammo g'azabga kelishmi yigitlikdir. Ziyoda sabr toqat kishiga gohida ziyon keltiradi. Aslida kamina o'g'illarimi sizlarga ham nafas bo'lib, Sultan Do'st Muhammad xonga sadoqat ko'rsatishim kerak edi. Lekin men ul Talva xonga sadoqat ko'rsatishni behuda hisobladim. Chunki ul sulton o'zidan boshqa hech kimni mansitmaydi. Kishiga tanbeh, dashnam, jazo, g'azab qilishga omroq. Adabdan bahra ilishni bilmaydi. O'zini dono chaqlaydi. Amirlarning haq-huquqiga izzat qilmaydi. Boshqalarga xavf yetkazish, vahim silish, masxar qilish orqali ko'nglini ochadi. Maslahatga quloq solmaydi. Fozil, aql kishilarning e'tiborini qilmaydi. Shuning uchun sabr qilolmadim. Va'damda turolmadim. Yunusxon oliylar bilan xufiyani ko'rishib, uni taxt saltanatni qo'liga ilishga da'vat qildim. Qadrli inim, qalbida donolik go'hiri bor turuqliq, nodon, fosiq kishining suhbatida bo'lish ahmoqlikdir. Men sizlarni og'liq hurmatim bilan ogohlantirmoqchiman. U nodon, johil, talva, fosiq, paskashning suhbatidan yer turishlarini, uningdan yiroqlashish yo'lini izlashlarini tavsiya qilaman. Shuni aslarda tutsalarki, Yunusxon oliylarimi mush taxt saltanatning qonunliq mirosxo'ridir. Uni taxtda o'ltirg'izganlik bilan biz hargizmi sadoqatsiz, tuzkur, qora yuz sanolmaymiz. Javoblarni kutaman. Qishni Muhammad Haydar Mirzning javobini kutib o'tkazayotgan Saniz Mirza ko'klam pastli kelish bilan oldirab qolgan edi. U Yunusxon sarkarlashganlarini taqlab xabarni kutayotgandek tuyg'uga kelib tit-tit bo'ladi. Mana Qashqarda daldaraxtlar yosirib, o'riklar chechakladi. Qizchaqlar chechak cho'konlardan chosh yasab o'ynashqa, qiz juvonlar tuproqdan bixyirib chiqqan bedilarni terib, ko'k cho'chirisi etishga tutingan, erlar atyozliq terilg'ining tayyorligiga tushib ketgan edi. Navro'z bayramini alohida hasham bilan o'tkazishga odatlangan qashqarliklar yilitinlar bayramlik faoliyatlarini boshlab etgan edi. Nemishqidir Saniz Mirza bu xushalliqlarga qetilanmayotdi. Enisining xat-xabarsiz jim turib olishi ichini pushirib etgan edi. Uning ko'ngil ozodichilik izlab shikora chiqqaniga bugun 3 kun bo'ldi. U Bashkiram bilan To'kil oraliqidagi jangalda navkarlarni agashtirib to'xtamay ot chaptiradi. Ammo uchirgan to'shqan, qirg'ovul, kiyiklarni ovlashga oldirmaydi. Uning bu turqi o'zini o'g'a emas, ot chaptirib ich pushig'ini besishga, mush ish bilan malika bo'lib vaqt o'tkazishga zo'rlayotgandek tuyg'u beradi. Navkarlar Saniz Mirza qoyonga ot chaptirsa, kaynidan tang ot soladi. Shu kunlarda inisini o'z muddasiga ko'ndiranmagan Saniz Mirzaning vujudini ig'ir g'am, hasrat chulg'agan edi. U Yunusxon bilan birlikda Sulton Do'st Muhammad xonga qarshi jang qilishdan ancha voyim yeb ketmaydi. Eng cho'ng andishisi inisi bilan janggohda raqiblardek uchrashib qolish edi. Bunda qilsa ota vasiyatiga xiloflik qilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'ngli yerimaydi. Shuning uchun vujudini yengib bo'lmas bir g'am andisha chirmib olgan edi. Yolg'onliq chatqalliqlar orasida shamoldek chekib ketayotgan ot ustida o'ltirgan Saniz Mirza bosh oxir yo'q xiyollarga g'arq bo'lgan, o'zining ot ustida o'ltirganini unutgan edi. Chapqanch qizib ketgan ot oldiga duch kelgan kichikroq bir ozgaldin shundoqli sakrab o'tishi bilan xiyolga asir bo'lib o'ltirgan Saniz Mirza orqasiga yangdab ketdi-da, egarning qush peshini tutib olishga ulgurmadi. Puti ko'mish o'zangidan ochirdi. U ot ustidan go'yo g'oyib bir qo'l yo'l olib, osmonning qahridan tashlagandek gup qilib dumli yiqildi-da, allaqandoq bir og'riqdan ing'iribdi.
Her qancha tipirlapmı o'rnidan turolmadi. Arkasından dembes qadam yetib kelgan nökerlar darhol otlaridan tushib, yer qosig'inicha dumli yotgan Saniz Mirzni yo'lab cho'chib ketishdi. Saniz Mirza kimlardir qishda qalash uchun kesgan yo'lg'on ko'tkining ustiga yiqilgan bo'lib, yerdan birishga g'ayrish ko'tarilib turgan xanjarning uchidek yo'lg'on ko'tki Saniz Mirzaning qo'rsqig'iga kirib ketgan edi. Saniz Mirza hushsiz yotadi. Nökerlar uni otga yo'lab mingizib, Qashqarga qarab chepishdi. Amir janoblarning oxiratligiga tayyorlik qilinglar, dedi jarohat eg'izni bir qur tekshirib chiqqan tevib. Chiroyi qog'ozdek oqirib, tiniqi bor yo'qning oraliqida yotgan Saniz Mirzaga echinish bilan qarab qo'yib. Yo'lg'on ko'tki amir janoblarning ish azoyini teshib etibdi. Uning ustiga jarohat eg'izidan oqqan qon qo'rsoq qismiga to'lib uyib qopdi. Yaratgan qudrat egisi shifoliq bermasa, bizning amalimiz yo'qdir. Saniz Mirza shu kuni kechda o'shiga kelolmay, biror eg'iz vasiyatni qoldira olmay jon uzdi. Qashqardagi amir baglar Saniz Mirzaning oxiratligiga tutish qilg'ach, o'lim xabarini yetkazish uchun Oqsuvi chaparman mang'uzdi. Necha vaqtdan beri bir qarorga kelolmay ikkidoyim bo'lib turgan Muhammad Haydar Mirza akasining o'lim xabarini anglab, darhol Qashqarga qarab ot soldi. U Sultan Do'st Muhammadxonning akasining o'lim batisi uchun Qashqarga berishidan umid kutmasimi, ikki yig'iz tasalli berishini tamak qilgan edi. Ammo kecha sharob ichib maslikka yeshilmagan Do'st Muhammadxon tasalli berish u yoqda tursin, alhamdulillah degan gapni qilmadi. Saniz Mirza dadasi Saydali Olibning maqbarasining yeniga dafn qilingan edi. Ota-onasi akasining tuproq beshida xatmi Qur'on qilib o'ltirgan Muhammad Haydar Mirzaning vujudini ziddiyatli xiyollar chirmag'an edi. U Qashqarga burunroq kelmaganiga, akasi bilan qong'idek bir mung'lashib olmaganiga pushaymon qilyotdi. Kundan kunga topdan chiqib ketgan Sulton Do'st Muhammadxonning yenidan ayrilmay turganiga o'zini ayblaydi, o'rtanatdi. Akasining Sulton Do'st Muhammadxondek mudhish bir balo qazoni hal qilish to'limi qiyin cho'ng bir ishni o'ziga o'ngchi tashlab berib, tuyuqsiz ketib qolishi uningga ig'ir kelgan edi. Nemishqimi bundoq oldirab ketib olganlar og'a. Ko'klam voyiga yetib, yer jahon to'liq ilg'anda ondan Qashqarga kelay deb o'ylagan ekanman. Mendan ranjib qo'ygan bo'g'iymidilar. Og'liq hurmatimga rioya qilmadi, ikki yig'iz maslahatimga ko'nmadi deb shundoq oldirab ketib olganlarmi bu? Endi men qandoq qilaman? Meni demismi suyimli farzandlari Abu Bakr Mirza, Umar Mirza va Xon Sulton xonimlarga nemishqa tortishmadilar? Suyimli mazlumlari Oyjamol Oqchi xonimlar nemishqa o'ylamadilar? Muhammad Haydar Mirza ishkiyinida beshini tuvan silib o'ltirgan ishki jiyaniga ko'zining quyruqida qarab qo'ydi. Bo'y turqi bo'si Saydali Olibni tatgan cho'ng jiyani Abu Bakr Mirza texi 14 yoshning qarisini og'iniga qarmay, egiz, bastlik yigit bo'lgan edi. Yeshini bilmagan odamlar uni 18-20 yoshlarga kirgan o'xshaydi deb qalatdi. Inisi Umar Mirzaning bo'yimi aksidan ancha farqlanib ketmaydi. Cho'ng Amirzodaning yesh kichik bo'g'ini bilan o'ylab qo'yg'idek bo'lib qoptikan emasmi? Biror 2 yil ta'xir qilib Amirzodalarni o'z qo'llari bilan o'ylab qo'ygan bo'lsa bo'lmasmi deyog'a. Sizlarga rostini aytsam, men Sulton Do'st Muhammadxondan zerikdim, bezor bo'ldim. Uning bilan oba ajdodlarimiz tiklagan buyuk saltanatni ro'naq topqizishga ko'zim yetmadi. Rost aytiblar. Istidodsız ahmaq sulton uchun zehnimni behud isrof qilibdiman. U ahmaqlikda, talvalikda shundoq chekilyaptiki, birdamlik ko'ngil xushligi uchun birovlarning kallasini, qushqashining beshini uzgandek uzidi. Xotinlar bilan ishqibozlik qilishga, bazmi sharobga xumor bo'lib ketdi. Na saltanat, na do'stlik qoida-usullarga amal qilmaydi. Na avomni mansitmaydi. Na yaratgan qudrat egisidan hayo qilmaydi. Aslida bu qitim
Sizlar bilan salomat muloqotda bo'lsam, mushu gaplarni demoqchi edim. Maslahatlarga ko'nmaganligim, johillik qilganligim uchun afu so'ramoqchi edim. Va tarixa, nachora. Amdi sili yo'q. Yunusxon oliylari sizlarga ishongan bilan menga ishonarmi? Xotirjam bo'lsizlar, og'a. Muddalar bo'yicha ish ko'rishga tirishiman. Taxt saltanatni ro'naq topqizish uchun har qanday ishni qilishga tayyorman. Muhammad Haydar Mirza amin degunicha duoga qo'l ko'tardi. Dadasi Saydali Olibning, onasi Uz Sulton Malikining, akisi Soniz Mirzaning ruhiga atab duo qildi. Ondan ikki jiyanini asta yo'ladi. Turinglar, qaytaylik. Ikki yigit untinsiz tog'isiga agashdi. Soniz Mirzaning 40 nazari berilib bo'lgandan keyin Soniz Mirzaning onasi Bibi Oyat xonim yurtimni seg'indim. Oxirgi umrimda ota-onamning tuproq beshini bir qitim yo'qlab olay deb turponga ketdi. Oyjamol og'acha Muhammad Haydar Mirzaning tutquniga unamay ikki o'g'lini elib Yorkentga ketdi. Oqsuga qaytishga ko'ngli tatmagan Muhammad Haydar Mirza bir mazgil Qashqarda turishni ko'ngliga pukdi va akasining yaqin mahrimi Qutlug' polvon orqali Yunusxonga maktub avatdi. Oliylarning qilchilik badgumanda bo'lmay bir mazgil ta'xir qilishini so'rayman. Alloh xolisa marhum Jannat makon og'am boshlagan ishni kamina navkarlari bir boshqa elib chiqishga bel bog'ladim. Kamina navkarlarini o'sha ormonda ketgan og'amning o'rnida ko'rishlarini o'tinaman deb yozdi Muhammad Haydar Mirza Yunusxonga sadoqatini bildirib. U o'rta lashkariy divonning amirlik martabasidan foydalanib Yunusxonni toji taxtga urush yig'iliqsiz o'ltirg'izishni ko'ngliga pukkan edi. Shunga bu ishlarni do'st Muhammad xonga chandurmay bir boshqa ib chiqish uchun bir mazgil fursat kutishga, puxta tayyorlik ko'rishga, muhimi lashkariy divondagi sarkarlarni to'liq qo'lga keltirishga to'g'ri keladi. Ayol o'tmay Yunusxondan javob keldi. U xitida Soniz Mirzaning o'limidan qayg'urganligini, Muhammad Haydar Mirzaning sadoqatiga minnatdor bo'lganligini, Sulton do'st Muhammad xonning saltanatini bekor qilish uchun puxta tayyorlik ko'rish lozimligini, o'zining bu tarafdagi tayyorliklarni bitirib bo'lganligini, har qachon Muhammad Haydar Mirzaning xabarini kutadiganligini yozgan edi. Shunday qilib, ular o'rtasida quyuq aloqa boshlandi. Tadbirlik va aqlli Yunusxon bir necha parcha xat bilan Muhammad Haydar Mirzaning ko'nglini to'liq moyil qilgan edi. Ular o'rtasida shakllangan ishonch Soniz Mirza bilan o'rtasida shakllangan ishonchdan qilishmaydi. Nima dedim? Xon oliylar Yorkentga qarab qo'ndi. Oqsudan oldirab tenab kelgan oyg'oqchisining ko'ziga tikilib so'radi Muhammad Haydar Mirza. Sultan do'st Muhammad xonning udul Yorkentga qarab mong'ini uningga yo'chinla to'yilgan edi. Aksi Soniz Mirza olamdan o'tgandan keyin Muhammad Haydar Mirza qorliq tutish bahonasi bilan Oqsuga xon huzuriga bormagan edi. U Sultan do'st Muhammad xonni xotirjam qilib qo'yish uchun pat-pat ma'lumot yo'llab turdi. Qashqarda bir mazgil turishning zarurligini eskartdi. Aksi Soniz Mirzaning o'g'li Abubakr Mirzani Yorkentga amr qilib tayinlab berishni tavsiya qildi. Lekin uning bu tavsiyasiga xon texchilar javob bermagan edi. Xon oliylari Yorkentga nemishga boradigan bo'lib qoldi-ki, Og'amning cho'ng amirzodasi Mirza Abubakrni Yorkentning amirligiga o'z qo'li bilan tayinlash qaroriga keldimi yo? Mumkin emas. Bunchalik ishlar hargiz o'zi berib yurmaydi. Yorliq avatibli bo'ldi qiladi. Oloydan o'zi berishning hojati yo'q. Uning avval Qashqarga kelmay, Maralbesh orqali udul Yorkentga mengsida nima muddasi bordi? Yoki Yunusxon oliylar bilan xat aloqa qilishganimdan xabar deb qoldimi yo? Shunga avval Yorkentni qo'lga elib, ondan Oqsuv bilan Yorkentdan tang tegish qilib, Qashqarni qismoqqa ilishni planladim ekan. Xon oliylarining o bunchalik ishlarni inchik o'ylab ketguchiligi yo'q. O'rdadagi amirlardan birasi yo'l ko'rsatyaptam deya. Menga sotqinlik qilgan kimdi? Herhalde ehtiyot qilay. Shundoq amir kabir janoblari.
dedi oyg'oqchi yetkizgan ma'lumotning rostligini isbotlashga tirishib. Kaminlari xon oliylarining keyindan 2 kun qora ko'rinish agashdin. Ondan o'zlariga xabar yetkazish uchun oldirdim. Xon oliylariga ortganki nimaga bog'dak? Sababini aniqlab ko'rmadingmi? O'qishdim. Mərhum Sanız Mirzning o'lim ta'ziyasi uchun Fotiha o'qig'ili, oila tavobatlaridan hol so'rg'ili bor ekan. Muhammad Haydar Mirza hayron qoldi. Tova. Xon oliylarining ajab amdi bo'lganda o'lim ta'ziyasiga bog'is kelib qopdi ya. Og'amning vafotiga yarim yildan oshdi. Bu uning insofga kelib qolganimidi yoki boshqa maqsad muddasi bormidi? U Qashqarga kelarmi yoki yana Yorkentdan Udul Aqsuga qaytarmi? Shu topda Maralbeshdan o'tib bo'lgan Sulton Do'st Muhammadxon Udul Yorkentga qarab ketib boradi. 1000 nafar xos nökerining qo'riqchiligida 10-15 nafar yaqin amir mahramlarini agashtirib mangan Do'st Muhammadxonni qandoqdu ko'ngliga yomon xiyollanib fikirmangdi degili bo'lmaydi. Odatda shikarg'im 3000 dan kam lashkar yeb chiqmaydigan xon ana shundoq mehmondorchilik qilmaganda ketib o'tadi. Sultan Do'st Muhammadxonning Udul Yorkentga qarab mengishida Sanız Mirzning o'lim ta'ziyasiga berishdan boshqa muddasi bor edi. Shu kunlarda Oqsuudagi o'rda xazinasi quruqtilib qolgan edi. U dadasi va buvisi necha 10 yillab yiqqan xazinani 3-4 yil ichida pok-pokiz quruqtab qo'ygan edi. Muhammad Haydar Mirzning akasining qarasini tutishni bahona qilib, Qashqarda midirilmay turib elishi uningga yana bir zarba bo'ldi. O'rdada qo'lidan ish keladigan, qiyinchiliklarga tadbir ko'rsatiladigan amirlarning bir qismi 2-3 yildan beri har xil bahona sabablarni ko'rsatib, viloyat, oymoq, tumanlarga ketib olgan, o'rdadan pam bilan qochgan edi. Yana bir qismini Sulton Do'st Muhammadxon o'yin tomoshalardan, bazmi barovatlardan, sharob shahvoniylikdan to'sig'ini, nasihat qilgani uchun o'limga buyurgan edi. O'rdada qilib qolgan amirlarning og'zi labbay, xo'shdan boshqaga kelmaydi. Ular qasdan ashundoq bo'lib elishgan. Do'st Muhammadxon nima desa ma'qul deb, uni maqtab ko'kka ko'tarib, jon beqish yo'liga kirib elishgan edi. Sanız Mirza hayot vaqtida bir qism viloyat, oymoq amirlarini o'rdaga topshirishga tegishlik bosh xarajni topshirmay turishga ko'ndirgan edi. Shunga bir yildan beri o'rda xazinasiga faqat kirim bo'lmagan edi. O'rdaning kirim manbasining uzilib kelayotganligini his qilgan xazinachi beg bilan o'rda ishlari devonining amri ahvolni Sulton Do'st Muhammadxonga ma'lum qilgan edi. Do'st Muhammadxonning nazarida o'rda xazinasida tugumas tapini dunyo bor edi. So'nglashqimi u mushkamgacha kunda bazmi uyushtirib, xolisi jazolab, xolisi hamyon oltin kumushlarni in'om qilib kelgan edi. Ikki amirning ma'lumotiga ishonmagan Do'st Muhammadxon olaydan berib xazinani ko'zdan kechirdi. O'lim vahimasida qolgan ikki amir o'rdaning bir necha yillik kirim chiqim ahvolini og'iz-og'ziga tegmay tushuntirishga, eshak to'qimidek yo'g'on hisobot daftarlarini ko'rsatishga kirishdi. Sulton Do'st Muhammadxonning bu hisobot daftarlarini ko'rar ko'zi yo'q edi. Shu topda uning vujudini g'azab emas, g'am bosgan edi. Xazinaning quruqtilib kelishidan paydo bo'lgan g'am andisha uni g'azablanishdan to'sib qo'ygan edi. G'azablangan bo'lsa, xazinchi beg bilan o'rda ishlari devonining amri allaqachon kollasidan ayrilib qolgan bo'ladi. Uning mushunchalar cho'ng ishga g'azablanmasligi bir mo'jiza edi. Shundoq, u bazmi barovat, aysh-ishrat so'rinlari uchun pul ketadiganligini bir tilla his qildi. Tunji qaytim pulning qudratini tushundi. Xonning jim turganini ko'rib, ikki amir bas-basda so'zlashga boshladi. Bir yildan beri xazinaga faqat ulpan kirmadi oliylari. Har qaysi viloyat, oymoq tumanlarning amir beglari avatishga tegishli ulpan xarajatlarni avatmay o'tadi. Ilgari bundoq ahvol zodi bo'lib baxmagan. O'rda ishlari devoni nomidan bir qancha qaytim haydakchi avatdik, lekin unumi bo'lmadi. Ul amir beglar go'skochi bo'lib oldi. Endi yorliq tushirmislar amal yo'q. O'rdadagi amirlarga emas mulozimlarga maosh tarqitilmag'ili yarim yil bo'lay deb qoldi. Lashkari devonmi sarkar lashkarlarning xarajatini beringlar deb oldirtib o'tdi.
Şəhər amanlıq xəzinəsi padişahlıq mülki daromad xəzinəsi quruqtılıb qaldı. Bu bir yıldan beri viloyat aymoqlardan xarajat kelmaganlik uchun o'z oldimizga tiyul, malu jihad, suvari, qonalg'u, shilon, sari shumar, xoni shumar qatorliq bosh siliqlarning miqdorini bir qanchasi ko'paytdik. Qoloqchilar Oqsuv tavas avamning qo'lida siliq xaraj bagidek bir narsa qolmadi deb qaqshayotidu. Bizmi bak tanqisliqda qoldik olilari. Qiladigan amalning hammasini qildik. Izohatni o'qib o'tay. Shahar amanlıq xəzinəsi degini shahar aholisidan elinadigan siliqlardan yig'iladigan xazina. Tiyul, xiroj va siliq uchun in'om etilgan yarmulk. Malu jihad, naq pul bilan to'lanadigan siliq. Suvari, padişahlar xalqdan talab qiladigan tartuq. Qonalg'u, chet el savdogarlarini qo'ndirish, mehmon qilish siliqi. Shilon, padişah amirlarning tomoq uchun yig'iladigan siliq. Sari shumar, jon beshidan elinadigan siliq. Xoni shumar, oiladan elinadigan siliq. Qaloqchi, bosh siliq yiqquchi debdi izohatda. İki əmir xəzinənin quruqtılıb qilishida o'zlarining sabaligi bordek to'xtamay bahoni sabab ko'rsatdi. İki gapning birida o'rdaga ulpan xiroj avatmagan viloyat oymoq amirlar ustidan shikoyat qiladi. Xəzinənin quruqtılıb qilishi bilan tangla Sultan Do'stmuhammadxonmi birdinla ig'ir besiq bo'lib qolgan edi. Boshqa kuni bo'lgan bo'lsa, bu ikki amirning ming beshi bo'lgan taqdirdami hammasini chopqizib o'tgan bo'ladi. Hozir uning vujudini g'am cho'lg'ib edi. Xazinaning quruqtilib qilishi taxt saltanat uchun eng zo'r xavf ekanligi uningga har holda ayon edi. U Muhammad Haydar Mirzani birdanla esiga oldi. Nimishqadu Muhammad Haydar Mirza yenida bo'lgan bo'lsa, o'rda xazinasi quruqtilib ketmaydigandek yoki xazinasini qaytadan to'ldirib berdigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Muhammad Haydar Mirzaning o'zidan qattiq ranjib qolganligi, o'sha sababdan Qashqarga berib elib, o'rdaga qaytqili unmayotganligi uningga ayon edi. Uning quliqig'imi turli fitna fasodlarni yetkazib turgan odamlar bor edi. U foydali maslahat beruvchilarni, nasihat qiluvchilarni, fojlashgan, zakonlashganlarni yomon ko'rgani bilan gap to'shib kelganlarni, chiqimchilarni e'tiborlaydi. Ularning har qanday gapiga quloq soladi. Shu sababdan u Muhammad Haydar Mirzaning o'y xiyollaridan bo'libmi tog'isi Yunusxon bilan xufiyona xat aloqa qilishayotganligidan oz to'la xabar tepib ulgurgan edi. Agar Muhammad Haydar Mirza yenida bo'lgan bo'lsa, uningga qilchilik yuz xotir qilmay zindonga tashlagan, hatto kollisini oldirib yomon niyatda bo'lish xiyoli bor boshqa amir baglarga ibrat qilgan bo'ladi. Biroq u bu yomon niyatdan, osiylikdan xabar topganda Muhammad Haydar Mirza Qashqarda edi. Qashqarga berib olganicha Oqsuvga faqatli kelgili unamadi. Sultan Do'stmuhammadxon talvi bo'g'ini bilan do't emas edi. O'ziga tushliq quvluq shunliqlarni biladi. Shunga u Muhammad Haydar Mirzani cho'chitib qo'ymaslik, sagaklashtirib qo'ymaslik uchun qasddan jim bo'lib oldi. Avatgan ma'lumotlarga qasddan javob yozmadi. Oqsuvga qaytib kelishga farmonmi tushirmadi. Muhammad Haydar Mirzaning o'z oyog'i bilan Oqsuvga kelishini sabrchanlik bilan kutgan edi. Mana o'ylimga yerdan o'rda xazinasimi quruqtilib qapti. Qo'lidan ish keladigan amirlarning hammasi yiroqda. Ular o'rdadan chatlagan. Chatlashga noroziligi uningga ayon. Shunga ular Muhammad Haydar Mirza bilan til biriktirib olgan, o'rdaga ulpan xarajat topshirishdan bosh tortgan. Muhammad Haydar Mirza bilan birlashib o'ziga qarshi chiqmoqchi, o'rniga og'si Yunusxonni akilib taxtda o'ltirg'izmoqchi. Nima degan qabih, mudhish mudda bu? Tuzkorlar. Mana shulardan xabar topgan bir xavfni his qilgan Sulton Do'stmuhammadxon go'yo ajal qilichi bo'yniga tanglangandek tuyg'uga kelib, birdinla kollasini silkib etishga majbur bo'ldi. Bu yoshirin xatarlik ofatdan qutulishga chora amal izladi. Qo'limda lashkar bor, huquq bor, lekin pul yo'q.
xazinening quruqtilib qolganini bilsa, Oqsudagi amir lashkarlarni isyon ko'tarishi, ular bilan birlashib mun qarshi chiqishi mumkin. Do'st Muhammad xonning aqli ana shularni mulohiza qilishga yetdi. Saltanat ishlari bilan kori bo'lmaganiga pushaymonlik qildi. İç-içidan qopsab kelgan g'azabini besib oldi. Bir amal qilib, aşı yüzsiz, tuzkur əmirlərinin muayilliqini qo'lga keltirmasa, taxt saltanatning qo'ldan ketib qolganligini his qilib yetgan edi. Shuning bilan ko'ngan odatiga yot holda bazmi barobatsiz, sharob xotinsiz bir hafta tanho xiyol surib o'ltirdi. Oxiri boshqa amirlarning muayilliqini qo'lga keltirish uchun Muhammad Haydar Mirzaning muayilliqini qo'lga keltirmasa, ko'nglini utmasa, ishonchiga erishmasa bo'lmaydiganligini tushunib yetdi. O'sha amirlar o'ziga qaytadan sadoqat bildirsa, xazinaning pul puchakka to'ladiganligini his qildi. Ana o'sha sababdan xos navkarlar bilan bir qancha amirlarni elib Qashqarga emas, Yorkentga qarab yo'lga chiqqan edi. Yorkentda marhum Soniz Mirzaning tul qolgan og'ich to'qonlari, bolalari bor edi. Shunlashqa avval Yorkentga berib, o'sha hozirlardan ahvol so'rashni, ularga tasalli berishni ko'ngliga pukkan edi. Muhammad Haydar Mirza uning ko'rsatgan bu katta himmatini anglasa, ta'sirlanmay qolmaydi. Shunday qilib, Sultan Do'st Muhammad xon Yorkent shahriga g'ozdarlarga tasalli berish bahonasi bilan kirib keldi. Yorkent shahridagi qalamdor, alamdor bo'lib barliq cho'ng-kichik amirbaglar Soniz Mirzaning cho'ng og'achisi Oyjamal og'acha, ikki amirzodasi Mirza Abobakri, Umar Mirzalarga ergishib xonning istiqboliga chiqdi. Xon oliylarining bu olamchi mehr shafqatidan ta'sirlangan Oyjamal og'acha qaytadan hozashdi va xonni amir saroyiga boshlab kirdi. Soniz Mirza Yorkentga amir bo'lib kelgandan keyin saroyni qaytadan yasatgan bo'lib, Oqsu ordasidagi shohnishindan qilishmoqda hashamatlik edi. Do'st Muhammad xon to'rdagi naqshlik kursiga chiqib o'tirdi. Cho'ng-kichik saroy mahramlari uningga orda yusuni bo'yicha salom bajo keltirdi. Omon esanlik so'radi, tilak bildirishdi. Orqasidan Oyjamal og'acha ikki o'g'li bilan salom berdi. On hazratimning shuncha uzoq yo'lni besib kelib, bizdek bag'ri sungan tul xotin, yetim o'g'ildan ko'ngil so'rab patiga kelganiga ming tasanna, dedi Oyjamal og'acha. Qibligahimiz loyiq ko'rsa, buni ikki o'g'limni o'ziga navkar qilib berishini so'rayman. O'z vaqtida Soniz Mirzaning Sultan Do'st Muhammad xondan ranjib yurganligidan Oyjamal og'achining xabari bor edi. Xonning shuncha yiroqdan marhum erining o'lim patisi uchun kelganligi shu topda uni qattiq ta'sirlantirgan edi. U Qashqardan Yorkentga qaytish oldida qaynonasi Muhammad Haydar Mirza akasining amirlik martabasiga cho'ng jiyani Mirza Abobakrni tavsiya qilib, o'rdaga ma'lumot yo'llagan va xondan pat yaqinda Mirza Abobakrga Yorkentning amirlik martabasini ep berdiganligini va'da qilgan edi. Lekin oradan xeyli oylar o'tib ketgan bo'lsa-mu, o'rdadan yorliq tushmagan edi. Mushu sababdan Oyjamal og'achining ko'ngli xotirjam emas edi. Sultan Do'st Muhammad xonning o'g'li Mirza Abobakrni Yorkentning amirligiga tayinlab yorliq tushirmasligidan Yorkentni Qashqarga qo'shib etib, qaynonasi Muhammad Haydar Mirzaga berib etishidan andish qiladi. U mush ish sababidan Oqsuga berib, xon bilan ko'rishishga bir qancha qitim taraddudlangan bo'lsa-mu, lekin xonning talba, o'sal xuy mijozini obdan biladigan bir qism amirbaglar uning yo'lini to'sib qo'ygan Muhammad Haydar Mirzaning og'ziga qarashni tavsiya qilgan edi. Kutilmaganda xonning tuyuqsiz Yorkentga kelib qolishi Oyjamal og'achini tasvirligisiz xushalliqqa cho'mdirib etdi. O'g'lini Yorkent amirligiga tayinlatkizish umidi qaytadan biq surdi. Shunga xondan o'g'liga tezroq yorliq ep berishga oldirab qolgan Oyjamal og'acha, ikki o'g'limni navkar qilib olishlarini so'rayman deyish orqali Sultan Do'st Muhammad xondan chandurmay eri Soniz Mirzaning amirlik martabasining da'vosini qilib atdi.
Kasketni qilganda har kuni o'yin tomoshalar bilan bo'lib ketib, o'rdaga keladigan turli ma'lumotlar, xat aloqalar bilan kori bo'lmaydigan Sulton Do'stmuhammadxon Muhammad Haydar Mirzaning akasining o'g'li Mirza Abobakrni Yorkentning amirligiga tavsiya qilib avatgan ma'lumotini ko'rmagan, ko'zsimi ancha parvo qilib ketmagan edi. Muhammad Haydar Mirza bo'lsa, yetti kentdagi Yunusxon bilan aloqa o'rnatish bilan bo'lib ketib, xonga qayta ma'lumot sunmagan, hamda bu ishlarni Yunusxon taxtga chiqqandan keyin bajarishni ko'ngliga pukkan edi. Sulton Do'stmuhammadxon Mirza Abubakr bilan Umar Mirzaga nazarini ag'dirdi. Texi amdili 15 dan oshgan bo'lsa-mu, 18-20 yoshlik yigitlarda ko'rinadigan to'limi egiz, bastlik, burutlari xat tortib qolgan Mirza Abubakr uning ko'ziga to'limi issiq ko'rindi. U nazarini Oyjamal og'achining so'l yonida turgan Umar Mirzaga ag'dirdi. Uning bo'ybastimi akasining bo'ybastidan qilishmaydi. Ikki o'g'lining o'ttirisida turgan Oyjamal og'acha xeyli bo'yliq ayollardan hisoblansa-mu, lekin shu topda bolalarining bo'ybasti bilan selishtirganda pakar ko'rinadi. Sulton Do'stmuhammadxon ikki amirzodaning o'zidan xeyli egiz chiqadiganligini mo'ljarladi. Ko'z oldiga avval Saydali olib, ondan Soniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza keldi. Uning qalbida Saydali olib haqida tuzuk ta'sirat yo'q edi. Ammo Soniz Mirza haqida xeyli cho'nqur eslimalar bor edi. Soniz Mirza Sulton Isanbug'axonning e'tiborlashiga erishib, lashkariy divonga amir bo'lgandan tortib, Xonzoda Do'stmuhammadxonni xuddi o'zining bir tuqqan qarindishidek ko'rib ko'yingan, fursat topsila uning ko'nglini xush qilishga tirishgan, royiga bo'lgan tunji qadak sharobni Soniz Mirza ichirgan edi. Do'stmuhammadxon dadasining bu bastlik sarkardisini to'limi yaxshi ko'radi. Xudoyim bo'y deganni marhum Amir Saydali olibning o'g'il navrlariga berib deganmi deyman. Marhum Saydali olib o'zimi bo'yliq odam edi. O'g'li Soniz Mirzaning bo'ybastimi uningdan qilishmaydi. Uning navrisi uningdan egiz odam bo'lgan o'xshaydi. Sulton Do'stmuhammadxon bosh oxir yo'q xiyollarini yig'ishtirib gelini qirdi. Marhum jannat makon Amir Soniz Mirza janoblari taxtigohimizga to'liq sadoqatman edi. Rahimsiz ajal uni bizdan vaqtsiz ayirib etdi. Shul boisdan yurak bag'rimiz dardlikdir. Ol janob amirning ikki amirzodasi albatta bizga farzanddir. Marhum amir janoblarining saltanatimizni ko'rsatgan to'pisini qadrlash uchun ol ikki amirzodani nökar emas, farzand qatorida azizligaymiz. Hayajonlangan Oyjamal og'acha ko'ziga qaytadan yosh oldi. Ammo uning navotrang go'zal chehrada boyqa qayg'u-hasratdan izna yo'q edi. Vujudini larziga solgan bir xushallik, baxtiyorlik uzoyiga yollida tepib chiqqan edi. Adolat panohimiz marhamatlikdir. Biz miskinlarga qilgan himmat shafoatlari badaliga umrlari uzun, davlat saltanatlari ziyoda bo'lg'ay. Ikki amirzodimi minnatdorligini bildirishdi. Xon oliylarining shafoatiga tasanno. Boshqa amirlarmi bas-basda madhiya yog'dirishdi. O'zini qaytadan ulug'vor his qilgan Do'stmuhammadxonmi hayajonlangan edi. Kulkidan qisilgan ko'zlari birdanla Oyjamal og'achiga tushib qoldi. Kichkidan o'rdada cho'ng bo'lgan Oyjamal og'achining malikalarga xos nazokati bor edi. Yosinish, kiyinish, tarinish, pardozlanish o'zini kutishga alohida ahamiyat beradi. Shu topda beshiga oq ipak ro'mol ortib olgan, uchisiga qora rangli nimcha kiyib olgan bo'lsa-mu, uchisidagi bu hozir kiyimlari o'riqmi emas, semizmi emas bu ayolning to'lgan bastiga to'limi yarashgan edi. Xushallikdan boshqacha nurlanib ketgan tal-tal qayrimi kirpiklari soy tashlab turgan jalibkor qo'y ko'zlari har qanday erkakning yuragini jig'ildatmay qolmaydi. Turqiga qarab, hech kim uni balog'atga yetgan ikki o'g'li bor, 30 yoshlarning qarasini olgan juvon demaydi. Sulton Do'stmuhammadxon Oyjamal og'achining qo'riqdan xoli navotrang mangzi, yiqib tushgandek burni va Qashqarning so'qchiligini eslatadigan lavlaridan tortib, qora nimchisini
Hozirli teshib chiqib o'zini namoyon qildigandek pus qo'yib turgan maydasidagi bir jup olmasigacha oshko'zlik bilan nazar tashladi. Bir oyga yaqin vaqtdan beri o'zini ayollardan tortib yashagan bu shahvatparast xonning ko'nglida shu topda allaqandoq ola niyatlar g'alyon ko'tarishga boshlagan edi. Tova, jahonda mushundaq o'z ayollar bo'ldi ekan. Haramimda shuncha olag'uncha to'qollar bo'g'ini bilan güzellikte hech qaysi buni tanglishi bo'lamadik. Bu o'z juvonni Alloh egan ma'nisib qilib rizqimni yorkamga so'rab kelgan ekanda. Elimi yaxshi. Boy ishki amirzodasini farzand deb atag'anim. Kim biladi, mush so'zimning to'g'ri bilan ul og'ichining yurkiga ish qo'ti tutishib ketdimi dex. Uni nikohimga olmay visolig yetishim mumkin emas. Chunki men yorkamga o'sha juvonga tasalli berish uchun kelgan. Qazo qilgan to'pkor amrimning og'ichisini bir farmon bilan harimimga akirib olsam yaxshi bo'lmaydi. Bunda qilsam ustimdagi fitna basatlar yana avuydi. Viloyatlarimdagi tuzkor amirlarga isyon bayrog'ini ko'tarib chiqishga yana bahona bo'lib berdi. Muhammad Haydar Mirzamo ham shundoq. Navoz ul juvonni el yurtga osh berib, to'y qilib, izzat obro'y bilan uch qashqar nikohimga olsamchi. Sultan Do'st Muhammadxon bu xiyolidan boshqacha hayajonlanib ketdi. Bunda qisam albatta bo'ladi. Chunki xon sultonlar amir sarkarlarining to'lqagan og'chilarga o'ylangan udim azaldan bor. Bu ular uchun oliy sharaf. Birinchidan bu o'z juvonning visoliga yetalayman. Ikkinchidan Soniz Mirzaga ko'rsatgan hurmatim bo'ladi-da. Inisi Muhammad Haydar Mirzamo ham boshqa amirlarni mendan rozi bo'ladi. Üçüncüden, amirlarning ishonchiga ega bo'lib qolmasdan, yana tek Soniz Mirzning yorkamdagi behisob xazinasiga ega bo'lma. Bu nima degan katta tadbir? Boshqalar bir chalmada ikki paxtak so'qsa, men bir chalmada 3 paxtak so'qadigan bo'ldim. Hayajonlangan Sultan Do'st Muhammadxon Oyjamol og'achining chiroyli ko'zlariga bir qarab etib, bosh egib qulluq bildirib turgan amirbeylarga qaradi. İşkiş bolsa danglar, bo'lmasa yeninglar. Dedi hamroh bo'lib kelgan o'rda ishqig'isi xonning aram yelishga oldirayotganligini sezib. Qiblagohimiz omon bo'lg'ay. Amirlar xonga chunqur salom berib etib saroydan chiqib ketdi. Ikki o'g'li bilan qolgan Oyjamol og'chi bo'lsa, yo chiqib ketishini, yo turaverishni bilmay qolgan edi. O'zlarimi yonsilar og'chi xinim. Dedi Do'st Muhammadxon Oyjamol og'achining ko'zlariga tikilib turib, yaqinlik kulimsirginicha. Xotirjam bo'lsizlar, o'l ikki farzandimizga o'zim otadorchilik qilaman. Sultan Do'st Muhammadxonning qasdan farzandimiz degan gapi darhol unumini ko'rsatdi. Oyjamol og'achining yuragi hayajondan tupildab ketgan edi. Soniz Mirza Qashqarga borgandan keyin yosh to'qollar bilan bo'lib ketib, Oyjamol og'achiga ancha e'tibor qilmaydigan, uning harimiga oyda emas, 2-3 oyda bir qitimga kirmaydigan bo'lib qolgan edi. Shu sababdan yuragi suvsirab, qog'dirab ketgan etizliqqa o'xshab qolgan bu yosh juvon Sultan Do'st Muhammadxonning mabtunkorlik bilan tikilishlari, ma'nilik gap so'zlaridan o'zini yo'qotib qo'yayli deb qolgan edi. Mundaqcha aytganda Sultan Do'st Muhammadxon ko'zlari orqali Oyjamol og'achini undakka keltirib bo'lgan edi. Hamma ishlar Sultan Do'st Muhammadxonning ko'ngliga pukkunidek yurishdi. Oyjamol og'acha uning to'y taklifiga tortishmayli rozilik berdi. Xonning Oyjamol og'achi bilan nikohlanmoqchi bo'lganligidan xabar topgan Yorkentdagi amirbeglar buni xon oliylarining marhum Soniz Mirza ko'rsatgan katta iltifoti deb bilib, katta hayajonlanishdi. Hatto Soniz Mirzaga hamdam bo'lib, xonga qarshi harakatlarda bo'lgan bir qism amirlar qilmishlariga pushaymon qilishdi. Ularning xonga saltanatga bo'lgan sadoqati qaytadan kuchaydi. Sultan Do'st Muhammadxon bilan Oyjamol og'achining to'y ma'rakasi to'liq dabdabalik o'tkazildi. Yuzlab qalalarning, minglab qo'ylarning kallasi kesilib, odam kirsi cho'kkidak necha o'nlagan toshlarda polo dumlandi va butkul shahar xalqiga to'y ishi tortildi. Sultan Do'st Muhammadxon Oyjamol og'achi bilan to'y qilganligini bildirish uchun har qaysi viloyatlardagi amirlarga jokarchi mang'uzdi. Yangi er-xotinlar bir hafta visol lazzatini qong'uch surishdi.
Azaldan bir ayol bilan 3 oqshomdan ortiq yotmaydigan Sultan Do'stmuhammadxon Oyjamal og'chidan allaqachon zerikkan, harmidagi texi quchqiga kirishga navbat tegmagan yosh to'qallarni har xil o'yin tomoshalar bilan davomlashadigan bazma aysh ishratlarni seg'inib qolgan edi. Shunga u oqsug'i berishga oldiradi. Hozirlik ko'gashtirsizlar og'acha. Yana 2 kundan keyin Ostonaga qaytamiz. Oyjamal og'achining xonni Yorkentda tutib qolg'isi, uni o'z yolg'izli egilib olg'isi bor edi. Lekin farmonga qarshi chiqolmaydi. Yana bir necha vaqt ortiqroq tursak bo'lmasmidi, hazratim? Dedi Oyjamal og'achi nozliq erkilib. On hazratimning mayli Ostonadagi xonish oyimlarga tortiyotam deya. Maylimiz o'zlariga bog'langan og'acha. Dedi Do'stmuhammadxon yeshi o'zining xeyli cho'ng bu ayolning ko'ziga tikilib turib, til yog'limilik bilan. Lekin o'rdaga qaytib saltanat ishlarini qo'limga olmasam bo'lmas. Toji taxt bo'sh qolsa yaxshi bo'lmaydi. Bo'lmasa boshqalarning ko'zi tushadi. Bu xuddi xotin kishini uzoq muddat arsiz tashlab qo'yg'ili bo'lmaganga o'xshash ish. Oyjamal og'cha yana erkiladi. Cho'ng xonzodalarga yorliqni qachon chiqarib berilar, on hazratim? Oyjamal og'chining cho'ng xonzodalari deb otishi Do'stmuhammadxonga g'alati anglandi. Ha, u o'zidan 8-10 yosh kichik bu o'gay o'g'illarini xonzoda deb atashga ko'nalmayotdi. Bundaqcha aytganda, ularga xonzoda degan bu ataqni oldirab berishni hargiz xohlamaydi. Chunki ular o'g'lim deb e'tirof qilib, xonzodalik martabasini berib qo'ysa, ular keyincha o'z o'g'li haqiqiy xonzoda Kipak sultondan toj taxt olishi mumkin edi. Sulton Do'stmuhammadxon bu haqda ortiqcha o'ylanishga vaqt chiqarmadi. Shu topda Oyjamal og'cha uni cho'ng o'g'lini Yorkentga amr qilib yorliq tushirishga ustuliq bilan qistavotdi. Aslida Sulton Do'stmuhammadxon Mirzo Abubakrni Yorkentga amr qilib jakarlashni ko'ngliga pukkan edi. Saltanat yosuni bo'yicha aytgandimi, shunday qilishga tegishli edi. Buning Muhammad Haydar Mirzo boshchiligidagi amirlarning ko'nglini moyil qilishga foydasi bor edi. Biroq Soniz Mirzoning miros qolgan Yorkent xazinasiga hisobsiz mol dunyoni ko'z oldiga keltirish bilan bu xiyolidan darhol yenib oldi. Chunki Mirzo Abubakr Yorkentga amir bo'lsa, tabiiy holda dadasidan miros qolgan mol dunyolarga varislik qiladi. Oyjamal og'chimo xonga xotin bo'lgandan mol dunyoning keragi yo'q deb hamma mol dunyolarni o'g'liga qoldirib qo'yishi mumkin edi. Shundaqli bo'lgan bo'lsa, Do'stmuhammadxon uningga mol dunyolarni elib olishni buyurmaydi, ham elib ketolmaydi-da, Yorkent xazinasini chondirmay yutib olish g'arzi amalga oshmaydi. To'g'ri, bolalarni onasi bilan birga o'rdaga olib ketish kerak. Shundaq qilsam, ular xazinadagi mol dunyolarning hammasini o'zlari bilan birga olib menishga majbur bo'ladi. Cho'ng xonzodaga yorliq tushirsam bo'ladi, dedi u ko'ngildagini chandurmaslikqa tirishib. Lekin xonzodaning bo'yi bo'lgan bilan yeshitih kichik. Hokimiyat tutish, yurtlarchilik ishlarini bajarishga texi xomlik qiladi. Uning ustiga marhum Soniz Mirzo hayot vaqtida dili azor yegan bir qism amirbeglar yosh xonzodaga o'shmanlik qilishi, uni yomon yo'lga boshlashi, hatto qasd qilishi mumkin. Shundaqli ularni xonzodaga itoat qilishdan bosh tortmaydi deganimi bo'lmaydi. Shunlashqa xonzodani Ostonaga birga olib ketaylik. O'rdada biror divonning amirligini bersam, yenimda turib hokimiyat ishlarini o'rgansa, ko'zi pishsa degan umidim bor. O'rdada tursa 100 obro'y topadi. Men uni e'tiborlayman. Keyinchi fursat pishib yetilganda obro'y bilan yorliq beraman. U chaqda Yorkentdagi amirlarni uningga itoat qilishdan bosh tortishga petinolmaydi. Har qanday farmon buyrug'ini g'ing qilmay o'rinlaydi. Oyjamal og'acha Do'stmuhammadxonning o'rinliq bahonalariga qoyil bo'lmay turolmadi. Ammo uning Yorkentni shundaqla tashlab ketgisi yo'q edi. Shunga To'mirni qiziqida so'qib, aka-inalardan birariga Yorkentning noib amirlik martabasini olib berishni ko'ngliga pukdi. Yana on hazratim atrofli o'ylaydi ekan, dedi u qoyilligini bildirib. Cho'ng xonzoda o'rdaga borsa, bir tarafdan saltanat ishlariga ko'zni pishirib, bir tarafdan hazratimga hamdam bo'ladi.
Bu taxt saltanatning mustahkamligi uchun to'liq foydali. Undaqda cho'ng xonzoda yurttarchilik ishlariga pishib bo'lguncha og'am Yorkentga noib bo'lib tursinmikin? Oyjamal og'achining eg'iz g'ayrislishi Sultan Do'stmuhammadxonning birdinla o'g'isini qaynatdi. Chunki bu chaqqicha hech bir ayol zoti uning bilan bundaq so'zlashib baxmagan edi. Lekin shundaqdimi yanada g'azabini besib olishga majbur bo'ldi. Yorkentga o'g'larini noib qilib qo'ysam, qaynonalari Muhammad Haydar Mirza ranjib qoladi. O'zlariga ayon Yorkent azaldan marhum qaynotolari Saydali Olib hazratlarining oba ajdodlaridan qolgan suyirg'anliqsimin. Shunga bu yurtga faqat ashu jamoatdan hukmdor qo'yishga bo'ladi. Yot jamoatlarni ular hargiz qabul qilmaydi. Yot jamoatlardan amr qo'yish to'g'ri kelganda Muhammad Haydar Mirza tavsiya qilish kerak. Bu azaldan shundoq davomlashib kelgan yo'sin. Og'alarini noib qilsak, ikki xonzoda bilan tog'isi o'tirsida adovat paydo bo'ladi. Eng yaxshisi bu ishlarga sizlar aralashmaslar. Xonzodalarimiz hargizmi martaba ziminsiz qolmaydi. Oyjamal og'acha ilojsiz og'zini yumishga majbur bo'ldi. Ergi tekkinini yomon elib o'rdaga berishga qo'shilmagan ikki o'g'lini ming tasti ko'ndirdi. Shundoq qilib, Yorkent xazinasidagi soniz mirzdan qolgan mol dunyoni net 100 qechir to'gilarga ortib, Oqsuvi yo'lga solgan Sulton Do'stmuhammadxon tuyuqsiz etining beshini Qashqarga bordi. Ikki xonzoda navkarlar bilan mol-mulklarni qo'riqtab, udul Oqsuvi mang'ash turg'ay. Biz Qashqar orqali Oqsuvi boraylik. Muhammad Haydar Mirzadan og'asining o'lim musibati uchun ko'ngil so'rab qo'ymasam bo'lmas. Sulton Do'stmuhammadxon Oyjamal og'achining javobini kutmayla o'rda eshik og'asiga qaradi. Darhol Qashqar amir Muhammad Haydar Mirza dargohiga chaparman mang'ay. Mirza Yangsar qal'asida istiqbolimga chiqsin. Sulton Do'stmuhammadxon Muhammad Haydar Mirza bilan Yangsar qal'asida uchrashdi. Xonning tulqalg'an yangisini amirga og'anligi Muhammad Haydar Mirzani ta'sirlantirgan edi. Shunga ma'lumotni topshirib olibla Yangsarga otlandi va xonning sharbiga katta so'rin hozirladi. Do'stmuhammadxonning o'zini salobatlik, tamkin tutishi, salomga kelgan cho'ng kichik amirbaglarga xushxo'y, kichik belliq bilan muomala qilishlari Muhammad Haydar Mirzani birdinla gangirtib qo'ydi. Uningga Do'stmuhammadxon birdinla o'zgarib qolgandek, ilgirki takabbur, talva, badxuy, yomon qiliqlarini tashlab, boshqacha odam bo'lib qolgandek tuyuldi. Tova, ko'zimga shundoq ko'rinib ketib boramdi, yoki rostdan o'zgarganmidi? Bu Oyjamal og'achining to'kpisimidi yoki boshqa bir sabab bormidi? Ishqilib Alloh egam har bandasining ko'ngliga insof diyonatni o'zi soladi. Sodda oq ko'ngil Muhammad Haydar Mirza oson hayajonlanadi. Bir kimga oson ishinadi. Yeligarlikdan, qovliqshumlikdan xoli, sadoqatman, mard, tabiati go'lroq edi. Sodda oq ko'ngil Muhammad Haydar Mirza oson hayajonlanadi. Bir kimga oson ishinadi. Yeligarlikdan, qovliqshumlikdan xoli, sadoqatman, mard, tabiati go'lroq edi. Mehr shafqat, vafo, yaxshilikni ko'proq ta'kidlaydi. Ko'rishgili 2 kun bo'la bo'lmayla u Sulton Do'stmuhammadxonga qaytadan umid bog'ladi. Uningdan oldirab ranjiginiga, adovat tutquniga, boshqa amirlar bilan birlashib, ularni xonga qarshi chiqishga da'vat qilganiga pushaymon qildi. Xon tog'asi Yunusxon bilan aloqa o'rnatib, uni taxtda o'ltirg'izishga harakat qilganidan xijil bo'ldi, yuzi qizardi. Yorkentni amir kabir janoblari Qashqarga qo'chib idora qilg'aylar, dedi Do'stmuhammadxon. Yorkent marhum Jannat makon og'amning mirossimini. Ul viloyatning ham mirosxo'ri bor, dedi Muhammad Haydar Mirza ehtirom bilan qo'l bog'lab. Og'am qazo qilgandan keyin cho'ng amirzoda Mirza Abubakrni Yorkentning amirligiga tayinlab berishlarini tavsiya qilib ma'lumot yo'llagan edim. Elim ham qiblagohimni oshundoq yorliq chiqarib bergan degan umiddiman. Mirza Abubakri Yorkentga amir bo'lsa, marhum og'amning ruhi xush bo'lib qoladi. Sulton Do'stmuhammadxon Muhammad Haydar Mirzaga Yorkentni bersam xush bo'ladi, minnatdor bo'lib sadoqati texmi kuchaydi deb o'ylagan edi. Biroq kutmaganda Muhammad Haydar Mirza buni silqli rad qilib etdi.
Bu deganlarim rost, dedi Do'st Muhammad xon biroz o'ylanib olgandan keyin. Buni bizmi o'ylagan. Ammo Mirzo Abu Bakr tex kichik, yurtparchilik ishlariga texi xon. Men uni o'rdiga apirib bir mazgil tarbiyamga olaymikin deyman. O'rdida tursa saltanat yo'sinlarini tez o'ginadi. Uning ustiga singlim Malika Husn Nigar xonim bo'yiga yetib qoldi. İkisinin beşini çetip baş ağrıqdan bıraklı qutulish o'yinmi yo'q emas. Amirzodning beshini ota o'rnida silash, sil bizning burchimiz emasmi? Keyingi so'zlar Sulton Do'st Muhammadxonning qallasida tuyuqsiz paydo bo'lgan xiyol edi. Shu daqiqada bu xiyolidan o'zimiz so'yinib qelyotdi. Rost, shundoq qilsam bo'ldik. Singlim Husn Nigar Malikini hamon erga berilgan gap. Tasarrufimizda bizga nasabi to'g'ri keladigan jamiyat faqat mushular. Öz vaqtida babayı Büzürk Sultan Uvays xon oliylarimi singlis u Sulton Malikini Said Ali olib nikohlab bergan ekan. Marhum xon otammi cho'ng singlim Davlat Nigar Malikini Muhammad Haydar Mirzoga nikohlab bergan edi. Men kichik singlimni Mirzo Abu Bakr nikohlab bersam albatta bo'ladi. Buning bilan Muhammad Haydar Mirzoning sadoqati texmi kuchaydi. Yomon niyatlardan yonadi. Mushu bahonada men musaltanatimga yushrun tahlik selayotgan amirlarning tafriqchiligidan saqlanib qolaman. Yorgan safarim haqiqatan qutlug' safar bo'ldimi, o nima? Qibligahimizning mehr shafqati haqiqatan cheksizdir, dedi hayajonlangan Muhammad Haydar Mirzo ko'ziga liqqida yosh elib. Ol yetim qolgan jiyanimning beshini silaydigan bo'lsa, marhum og'am Sandiz Mirzoning o'rnida oliylardan u olam bu olam minnatdor bo'lgan bo'lardim. Bu nima deganlari Amir Kabir janoblari, dedi Do'st Muhammadxon ranjigan qiyofatda. Bizdek ota-onasi turgan yerda Mirzo Abu Bakr qandoqsiga yetim bo'lsin? Unutib qolmislar. Men hozir ol amirzodlarga ota o'rnidaman. Muhammad Haydar Mirzo darhol o'zir haqliq bildirdi. Gunohimdan o'zsizlar oliylari, oldilarda rostli xato so'zlab qo'yibdiman. Gunohlari soqit bo'ldi, dedi Sulton Do'st Muhammadxon kulimsirab. Endi meni uzitib qo'ysalar. Qibligahimizni Yangsardan qandoqmi uzitib qo'yg'ili bo'lsin, dedi Muhammad Haydar Mirzo. Qashqardan uzitib qo'ymsam bo'lmaydi. Hojatsiz, dedi Sulton Do'st Muhammadxon. Sizlar darhol Yorkentga berib ul viloyatga ishlarni tartibga silibasizlar. O'zlari bilib ishonchlik, sadoqat men amirdan birini noiblikqa tayinligaylar. Men Qashqarda 1-2 kun hordiq chiqarib, ondan Ostonaga yanay. Allah xolisa Mirzo Abu Bakr bilan Malikining to'yi bo'lganda Oqsuvda ko'risharmiz. Oliylarning Yorkentga to'y ma'rakasiga qatnashamag'inimni oz deb, mushundoqli uzitib qo'ysam qandoq bo'ladi? Hech bo'lmaganda loyiqlarda bo'lmasam, azroq sovuq salom pishkash qilmasam, ko'nglim zinhor unamaydi. Bundoq deb turibsizlar mayli, dedi Sulton Do'st Muhammadxon. Ammo sizlar kayinlarga yenib yurmisizlar. Yorkentmi kichik viloyat emas. Birari bosh bo'lib turmasa qolayim qanchalik chiqadi. Men Qashqarga borgandan keyin xazinalardan o'zim sovg'a tanlab olay. Do'st Muhammadxonning bu darajada o'zini yaqin tutishi Muhammad Haydar Mirzoni boshqacha so'yindiribdi. Xazina oliylar uchun har qachon ochiq, yoqtirganlarini elivagaylar. Sulton Do'st Muhammadxon dal mushu javobni kutgan edi. Undaq bo'lsa xo'shlashaylik, dedi Do'st Muhammadxon o'rnidan turib. Oliylar omon bo'lg'aylar. Vujudini boshqacha bir xushallik chirmib olgan Muhammad Haydar Mirzo xon bilan xo'shlashib, udul Yorkentga qarab mangdi. Sulton Do'st Muhammadxon Qashqarga kelgandan keyin xazinani ochqizdida Muhammad Haydar Mirzoning dadasi Said Ali olibdan miros qolgan sanduqlardagi oltin, kumush va qimmatli javohiratlarni pok-pokiz supurib ketdi. Sulton Do'st Muhammadxonning bu darajada ochko'zlik, insofsizlik qilishni xiyoliga keltirmagan Muhammad Haydar Mirzo Qashqarga qaytib kelgandan keyin xazinaning quruqtilib qolganini ko'rib, ochiqqa poylamay bo'shli vaqirvatdi. Bu uch Qashqar bulan-talan qilganlik-ku. Ha, xonga yoqtirgan narsalarini elivasla degan Muhammad Haydar Mirzo o'z og'zidan baloga qolganligini his qilib, dardini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabını müşahidə o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xeyr, xush, omon bo'lgaysizlar.